Bekordan nimaga ketdingiz? Kontraktim tugadi, shu kelisha olmadik, ketdim. Jamoa sizga yangi kontrakt berdimi? Berdi-da, beruvdi. Yangi sentyabrda, как раз o'tgan yili beruvdi kontrakt. No, kelisha olmadik. Shunga как раз operatsiyadan keyin Paxtakordan уже ketdim. Paxtakordan ketishingiz haqida yana bitta savollar. O'sha moliyaviy holat tufayli tark etdingizmi jamoani yoki ko'proq o'yin amaliyatiga ega bo'lish uchunmi? O'yin. Chunki bilsangiz o'tgan yili kam o'ynadim paxtada. Chunki endi bilmayman, rahbariyat o'zining nimasi bor. Meni o'ylashimcha kam o'ynadim o'tgan yil. Superligada kam o'ynadim. Shuning uchun men o'zimni ko'rsata olmadim. Ozgina sborniyda ham, natsionalida ham tushmadim. No, endi bu ham sabab. Shu 2 marta travma bo'ldim. O'tgan yilda birinchi krugda bo'ldim. Sentyabrda oxirida как раз menisk bo'ldim. O'shundan keyin уже qanaqa grubiy etsangiz miyaga chiqdi уже bu narsa. Shunga